Assalomu alaykum. Kanalimizga obunachilar, bugungi rolikimiz 9 ni oxirida bir qavatli 170 metr kvadrat bo'lgan Yevro remontdan chiqqan hamma o'ja qulay sharoitlarga ega hovli joy zudlik bilan sotiladi, hurmatli obunachilar. 58 metr ekan, hurmatli obunachilar. Ellar steshga qilingan, stupenkalar qilingan, gul otizina ega ekan, hurmatli obunachilar. Kaloriyasilar ham chiqqan. Eldinden bir 50 metr yursangiz avtobus yurt tutdi ekan, hurmatli obunachilar. Tez yo'llarda damazam ko'radi deydi. Maktab, bog'cha hamma o'ja qulay ekan, hurmatli obunachilar. Travitillar urilgan, kafel urilgan, sokollarni polnisti sochiklar qo'yilgan ekan. Tiagalarni qo'yib, chiroylatib qo'ydilar ekan. Qani ketdiksa bir chetdan tanishib o'tamiz. Bismillah deb boshlaymiz. Xudo qalasa, eshiklarimiz oq eshiklar qo'yilgan, damir eshik, obshipkalar qilingan, giraver sermisining kafellar qilingan ekan. Bu yerda garderob qilibdilar, hurmatli obunachilar. Ishlangan gipsakar bundan o'xshaydi, adashmasam. Berimiz kafellar urilgan, unvonliklar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Suvdan, napodan hech qanday muammo yo'q. Baland pol atibdilar. Pol qilingan, hurmatli obunachilar. Gilamlar döşalgan. Aboylarimiz ham mo'yishni aboy, hurmatli obunachilar. E'tibor berishlaringizni so'raymiz. Galagella qilingan yuqorlarimiz gipsakardondan shakl berib, o'rtasidan lyustralar asilgan, hurmatli obunachilar. Cho'yin batareyalar qo'yilgan ekan. Polnisti issiqqina bo'ladi, issiqni yaxshi ushlaydi. Bu yerda ham korp yasab, mening televizor qo'yadigan joy, mayda chuyda qo'yadigan deb chiroylatib o'tibdilar, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz dalanimiz dening keng ko'rishlaringiz mumkin. Salkam 4 metr, 9 metr ekan dalanimiz. Eshiklarimiz MDF eshik, nar eshik koronalar qo'yilgan, zamoklar ham qo'yilgan. Bu yerimiz zal joyimiz ekan. Zalimiz razmeri 3,5 520 ekan, hurmatli obunachilar. Patakoniklar qo'yilgan, profildan qilingan ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Plyuslar qaqilgan, bir melchovka ishimiz bor ekan. Polimizni bir laqlab berishdi ekan, hurmatli obunachilar. Algadan o'zi qilaveradi deydi. Hozir qilsam yana bahasi minib yotibdi deydi. Shuning uchun chiroyli qilib mening remontdan chiqartdilar. Berimizning spaniya joyimiz, spaniyamiz ham katta ekan. 3,5 4 ekan, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay. Bu yerda gaz va suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha muammo yo'q. Bu yerda eshik qo'yilgan, ko'p odam eshik qo'ymaydi bu yerda. Hashxona o'tadigan joyi eshik qo'yish kerak, nechun endi yog' iskok o'tmaslik uchun dalani. Bu yerimiz ashxona qismimiz, patologimiz plastik bo'lgan, aboydan chiqqan ugullarimiz qilingan, bir kafel bo'lgan polnisti, hattoning filtrlar ham, nasozlar ham qo'yilgan, suv nasozlar. So'kisi, kanalizatsiya toshga tashlangan. Farqli urilgan gaz toshchalar tushgan, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay ekan. Aboylarimiz ham dekorativni, katta, zo'r, ochiq svet yarki aboylar bo'lgan. Bu yerimizning yana bir spaniya, hurmatli obunachilar. Bu spaniyamiz katta ekan, zo'r. Biza zal bilan spaniyaning razmerini almashtirib beramiz. Aran 520 dedim-ku. 3,5 6, bu 520. 3,5 520 bir spaniyamiz ekan. Oynamiz vaqt tomondan qaragan, hurmatli obunachilar. Ham yerda demoqot joylari bor, korobka joylari bor, hurmatli obunachilar. Berimizning damirdan kotyollarimiz qo'yilgan, suv sirkulyatsioniy nasozlar ham qo'yilgan. Unitazimiz, avalon vannamiz, unvonlikimiz qo'yilgan. Polnisti plastik ekan. Ariston joylari ham bor. Temizning polimiz kafel ekan. Bu yerdan ham kirmashin toshga ham tashab o'tilgan. Razvedkalarni acha bor, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz bog' qismimiz. Bog'imiz 1,5 metr bog'imiz qan ekan. Mening bog'imiz. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 430 million so'mda tutdi. Kelishamiz dedi. Hammamiz ustunda bo'ladi dedi. Hurmatli obunachilar, mestasi bomba вообще zo'r kelib, yangi asxabaski kimga qiziq bo'lsa, shu yerga kelib savdolashib ustunda olaveradi. Notariusda pulingizni beraverasiz. Keyingi ro'yxatda görüşünce deb sog' bo'ling, omon bo'ling.
Podpisatsiya qilmalar, podpisatsiya qilsin. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling. Keyingi roliklarda görüşünce.